Demak, bu misol DTM 2025 da tushishi mumkin. Aning qanday qiymatlarida berilgan tenglama yagona yechimga ega. Yaxshi. Bizga endi irratsional tenglama berilibdi, ya'ni ildiz ostida, ildiz belgisi ostida qatnashyapti noma'lumlardan. Endi buni ishlash uchun ildizni yo'qotishimiz kerak. Ildizni yo'qotish uchun tenglikni chap va o'ng tomonini bir xil ravishda kvadratga ko'taramiz. Shunda 2x minus a barobar x kvadrat plus 2x plus 1 degan ifodaga kelamiz. Tenglikning ikki tomonida bir xil ishorali, ya'ni plus 2x lar bor ekan. Demak, bular ayrilib ketadi. Bizda qoladi minus a teng x kvadrat plus 1. Endi plus 1 ni ham a ni oldiga o'tkazamiz. X kvadrat teng minus a minus 1. Endi bu kvadratli ifoda. Har qanday x kvadrat teng misol uchun a bo'ladigan ifodada biz bilamiz x teng doim plus minus ildiz ostida a degan javob chiqadi agar a musbat bo'lsa. Endi bizga yagona, ya'ni bir dona yechim chiqarishimiz kerak ekan. Bir dona yechim chiqarishda har qanday musbat son ikkita yechim chiqaradi. Faqat minus a minus 1 degan ifoda 0 ga teng bo'lsa, x kvadrat teng 0 bo'ladi va x teng 0 degan bitta javob chiqadi. Va bu tenglikni qanoatlantirish uchun a degan ifodamiz bizda ya'ni minus 1 bo'lib o'tadi. A teng minus 1 ga teng bo'lish kerak. Demak, berilgan tenglamamiz a minus 1 bo'lganida yagona yechimga ega va o'sha yechimni topmoqchi bo'lsak, uni javobi x teng 0 ga teng bo'ladi. Qolgan holatlarda ya'ni minus 1 dan katta va kichkina holatlarda yechim bo'lmaydi va ikkita yechimga ega bo'lib qoladi. Tenglamaning javobi, ya'ni bizning savolimiz javobi a teng minus 1. Unutmang, bu misol DTM 2025 da sizning oldingizdan chiqib qolishi mumkin. Videoga like bosish, kommentariy yozish va abituriyentlarga yuborib qo'yish esingizdan chiqmasin.